Assalomu alaykum vatandoshlar. Keladigan mana 2026 bugun 7-fevral 19-fevralda ro'za ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarni tanishtirmoqchiman. Mana telefonlarni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana telefonlar xilma-xil telefon. Mana Nokia'lar ham bor, har xildan bor. iPhone'lar ham bor. Mana iPhone'lar, keyin mana xilma-xil telefonlarda xilma-xil telefonlar. Platalarni olamiz. Platalar mana shu nima deydi? Tilla qilib chiqaramiz. Mana bunday tangachalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, knopkali bu, oddiy. Ana bularni yechib olinadi polni. Elektropayanlik bilan hozir ko'rsataman. Mana elektropayanlik bilan yechib olaman. Mana bu platalarini. Undan keyin tilla qilib chiqaraman. Tilla mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mayda qilib ko'ryapman. Bular axlatlari. Mana bu motorlar bular. Mana bular motorlari bu. Mana bularning hammasi mana har xil telefonlar bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Aziz do'stlarim, vatandoshlar, mana eshitayotgan bo'lsanglar, qiziqayotgan bo'lsanglar, bitta kommentar, bitta like bosinglar. Men Qashqadaryo viloyat Qarshi shahardanman. Musofirga bora jonga ham tegib ketdi. Mana shu yerdan ham tursa bo'ladi. Kamida o'ldim degani 10 ming, 20 ming dollar pakon o'ynab topasiz. Mana shu platalarni, mana shu tillasini olaman. Mana yaltirab turgani. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozir buniki olingan, mana elektr lampa bilan olingan payanli. Mana bular qolgan. Mana bular qora. Ular ham tilla. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana vatandoshlar, mana o'zlar qiziqib ana qilsanglar, keyingi safar kommentarga ko'rsataman tilloni. Yana qanaqa tayyorlashni taxlaganimni ko'rsataman. Azotning kislota, solyonning kislota bo'ladi. Keyin gidrosin olasizlar. Gidrosin faqat zakaz bilan keladi. Zakaz bilan. Menga murojaat qilsanglar, kommentarga yozsanglar, qiziqayotgan bo'lsanglar, men sizlarga ko'rsataman. Mayli vatandoshlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Uchrashgancha.